Selam dostlar, min Raynur Reis programmiz ham bu mening 1 minutlik Express Walk. Dushanba. Teatr, Idil-yurt, Grand Prix, spektakl ham Qozonda nihoyat qor yog'di. Seshanba. Avsu bilan uchrashdik, kontent plan yozdik, uramda motor etib qor yog'gan. Yo'l bo'yi telefondan сөйләшеп bordim, kongressga keldim, Olmaz bilan сөйләштем, Aql fabrikasi uchun videolar tushirdik. Mashinaga o'tirdik, annara Yangi Kamol teatrina ekskursiyaga ketdik. Yangi Kamolning ishin, tishini qaradik, yangi festival ishlarga bo'ldik, lekin haliga sir bo'lib qolsin. Kech bilan Dardiman kechasina madaniylanib qaytdim. Sharshanba kuni Madaniy Jumg'a gazetasida yangi qarash bo'yicha to'garak istilda qatnashdim. Nindidir aqlli fikrlar aytdim. Annara Moskvadagi Aql fabrikasi bo'yicha komanda bilan ko'rishdik, сөйләштек, sheyishdik. Jumg'a Davlat Sovetida Yoshlar parlamenti o'tirishi. Taniqli значок hozir endi rasmiy ravishda Yoshlar parlamenti a'zosi bo'ldim. Davlat Soveti bo'yicha ekskursiya uyushtirdilar. Qiziq bo'ldi.